turk seriallar ko'ryapsizlarmi? Ha? Voy 86 ta turk seriali qo'ydim mana shu yilda o'zida. Bitta bolajon kanali turkcha serial qo'ymayapti-da. Hamma kanalda 3 tadan bor. Mana xotin mana uni ko'radi. Soqol Sulaymon bor-ku. Sulaymon Sulton Soqol. Hali soqoli ko'rpadek bor. U yarama joni ham qattiq o'lmayapti. Nechta bolasi o'lib ketdi uni. Bu Sulaymon bu 8:30 da bo'ladi. Mana shu ko'radi xotin, mayli. Mayli ko'rib olsin deyman. Ertasiga 9 da qaytarib beradi, yana televizor oldida o'tirgan bo'ladi. U ham mayli, yana har yakshanba hammasini bitta qilib qo'yadi-yu, yana ko'radi. Hatto o'zbekchada qo'yapti, tushunmayapsanmi? Nima qayta ko'rasan? Sen ko'raman-da, nima ishingiz bor deydi. Nimasini ko'rasan? 4 ta xotini bor ekan bu Sulaymonning, 4 ta xotini bor ekan. Nimasini ko'rasan desam, dadasiz tushunmaysiz. Bitta kundoshlar bir-birini o'ldiradi. Biz o'shani ko'rib maza qilamiz biz deydi. Maza. 4 ta xotini bor ekan Sulaymonning. U 4 ta xotindan tashqari haramida yana 80 ta xotini bor ekan. Qachon Sulaymon sulton bizga ro'molcha berar ekan, o'tirar ekan o'sha yerda. Mana Sulaymon o'zi 80 dan oshdi. Mana 80 ta xotini hali ham turibdi o'sha yerda. Birovga ham bermas ekan. O'zi ham yemas ekan, birovga ham yedirmas ekan. U haramga kim kirsa kallasini olib tashlaydi ekan. U kinoda o'zi eng arzon narsa bilasizlarmi nima ekan? Kalla ekan. Shohim palonchi parod qilibdi, kallasini olib tashlaydilar. Shohim palonchi qilichi bilan kelib kallasini olib tashlaydilar deydi. Palonchi o'g'lingiz kallasini olib tashlar. O'g'lingiz-ya ikkinchisini ham olib tashlar. Qul bolasini o'ldiradi bular, tavba qilmasin. Nimasini ko'rasizlar buni? Nimasini ko'rasizlar? Bu haramga begona erkak kirmas ekan-ku, lekin e'tibor berdinglarmi? O'sha kinoda ikkita erkak bor ekan. Ular haramga bemalol kirib chiqar ekan. Ularga vip ekan, vip. Ulardan Sulton Sulaymon ham patazirina qilmas ekan ular. Sumbul og'a degani bilan nomidan ham bilsangiz bo'ladi, Bulbul og'a degani bor ekan. Ularning nomi erkak ekan, xolos. Men sizlarga yana ham tushunarli qilib aytsam, tishi yo'q bo'ri ekanda ular. U tishi yo'q bo'ri biz Angrey tog'larida ham bor ekan. Cho'ponlar aytib qoldi, bizda ham bor tog'da deydi. Yo'q desam, ha, bor aka deydi. Qo'ylarga hujum qilmaydimi desam, qiladi hujum deydi. Tishi yo'q bo'lsa nima qiladi desam, yalab qaytib ketadi deydi.